Ushbu videoni barcha talabalar ko'rishi kerak. Demak, grantdagilarni kontraktga, kontraktdagilarni grantga o'tkazish, umuman grantlarni taqsimlash tartibi tasdiqlandi. Shundan keyin bir qancha savollar paydo bo'lmoqda. Shu savollarga javob berishga harakat qilaman. Masalan, magistrlarga aloqasi bormi, yo'qmi, nechinchi kursdan taalluqli, imtiyozlilarga qo'llanadimi, yo'qmi, umuman shu kabi savollarga javob berishga harakat qilaman. Birinchisi, eng avvalo, o'zi qanday bu tartib ishlaydi degan savolga javob. Demak, bundan keyin grantlar faqat 1 yilga beriladi. Ilgari 4 yilga berilgan, hozir 1 yilga beriladi. 1 yildan keyin, ya'ni yoz oyida, aytaylik, bitta kurs tugadi deylik, hammani granti nolga aylanadi. Ya'ni bekor qilinadi va barcha o'zlashtirish ko'rsatkichi GPI deydi, 3,5 dan baland bo'lgan barcha, u xoh grantda o'qiydigan talaba bo'lsa, xoh kontraktda o'qiydigan farqi yo'q. Hamma grant uchun qaytadan ariza topshiradi. Ya'ni talabgor bo'ladi. Har yili yoz oylarida grant uchun qaytadan tanlov bo'ladi. Qisqacha qilib aytganda, va kimda yuqori ko'rsatkich bo'lsa, ana o'shalarga grant beriladi. Bu degani kontraktdagilar yaxshi o'qisa grantga chiqadi, grantdagilar yomon o'qisa kontraktga tushadi. Har yili mana shunaqa almashib turadi. Bu birinchi umumiy qoida. Ikkinchisi, bu nechinchi kurslarga taalluqli ushbu qoida. Bu faqat o'tgan yili birinchi kursga qabul qilinganlarga taalluqli. Ya'ni hozir birinchi kursni tugatayotganlar ikkinchi kursdan grantini qayta taqsimlaydi. Lekin hozir 2, 3, 4 va umuman yuqori kursda o'qiyotganlarga bu tartib amal qilmaydi. Ular, masalan, hozir ikkinchi kursda o'qiyotgan talabaga granti 4-kursgacha, ya'ni oxirigacha taalluqli bo'ladi, o'zlashtirish ko'rsatkichidan qat'iy nazar. Qisqa qilib aytganda, bu hozir o'qiyotgan, birinchi kursda o'qiyotgan va keyin o'qishga kiradiganlarga taalluqli. Keyingi savol magistrlar haqida. Ushbu tartib magistrlar uchun ham taalluqli. Ya'ni hozir magistraturada birinchi kursda o'qiyotgan talabalarga aloqador va ularning granti ikkinchi kursda qayta taqsimlanadi. Keyingi savol, imtiyoz bilan kirganlar va maqsadli qabul. Imtiyoz bilan kirganlar, masalan, olimpiada bilan yutib kirgan grantga, masalan, organ xodimlarini farzandi sifatida tavsiyanoma olib kirgan, xotin-qizlar sifatida tavsiyanoma olib kirgan yoki bo'lmasa, masalan, nogironligi bor yoki mehribonligi tarbiyalanuvchisi, farqi yo'q. Imtiyoz bilan grantga kirdimi, unga grant 4 yilga beriladi. Ya'ni o'zlashtirish ko'rsatkichidan qat'iy nazar, ularning granti qayta taqsimlanmaydi. Ya'ni bu tartib ularga aloqasi yo'q. Maqsadli qabul ham xuddi shunaqa. Maqsadli qabulga kirganlar 4 yil grant oladi. Ularni ham o'zlashtirish ko'rsatkichidan qat'iy nazar, nechi bo'lishidan qat'iy nazar, ularning granti ham taqsimlanmaydi. Umumiy, demak, eng ko'p berilayotgan savollarga javoblar mana shu. Yana qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, so'rashingiz mumkin. Izohlarda javob berishga harakat qilaman.